Assalomu alaykum. Navbatdagi ishimiz tugadi inshaalloh. Jijjib ishlari qoldi, hozir kotelga yoqib qo'ydik. Obratgada 40 minutda qaytib keldi. Hozir ishlayapti. Hali kraska ishlarini endi qilamiz. Montaj. Ikkita turbada ketyapti, borib turib bittada qaytib keladi tagida obratga. Bu tomonga ham bitta ko'p bo'ling dedi, bu tomonga bitta ko'p bo'ldik. Biz bu yoqqa ikkita uchta qo'yamiz. Bitta yetadi egasi.